Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 2 ayning 5-kunisi. Men bugun yana shu Wuhan o'pkaligi to'g'risida ozroq yangi uchur beray dedim. Bugunga qadar butun dunyoda shu Wuhan o'pkaligi bilan yo'qlanganlarningki aniq tizimlikdagi soni 25 mingga yaqinlashib, ular u sababdan o'lib ketganlarning soni 500 ga yaqinlashibdi. Albatta bu son yana o'zgaraydi. Ko'pincha kishilarningki qarashicha bu son əməli sandan nurgun hassa tövenken yani köpüncü kişiler bu Wuhan öpkəllığıyla yuqlanğanlarının sanının Allah burun 200 mingni işib ketganligini da'vatıdı. Hamda Xitoy sirtida bo'lsa 250 ga yaqinlashib, bu Wuhan o'pkəllığıyla yuqlanğanlarının soni 250 ga yaqinlashib, hazır kadar şu iki adamның o'lganligi ma'lum. Birisi Filippindan, birisi Hong Kongdan. Vatanning ahvoliga kelsak, vatanda 32 adamniki bu Wuhan o'pkəlligi bilan yuqlanganligi aniq diagnoz qo'yilganligini doklad qildi. Albatta bu son yanala əməli sandan ko'p töven son nurgun uçurlar, yani çekilinip qalğanlıq üçün biz vatandan aniq bir uçur elishqa qilinayotimiz. Tünügünden başlap bu Ürümçiden başlap tövengichilik şəhərlərini kontrol qilib, insanlarni uydan chiqmaslikqa, anandan keyin sirtqa chiqib bir narsa elish uchun yoki boshqa yoy berish uchun cho'qim ruxsat elishqa tashabbus qilib o'tibdi. Aslida ko'chada jiq adam yo'q bizning vatanda. Hozir ham texmi ko'chalar qurutilib, hammadan uylarga solangandek uchurlar bor. Endi bu bularningki ichidan endi qanchasi yuqumlandi, qanchasiniki yuqumlanish ehtimoli bor deganlar bu uchurlarni elish bizga nisbatan bak qiyin. Hammamiz bilamiz, yaqinqi 3-4 yildan beri Xitoy hukumati vatandan chiqadigan uchurlarni alayda kontrol qilib kelgan. Endi bu xalqaro tarafga kelsak, mushu Yaponiyadagi parxutdan ming necha adam bor, sayohatchi parxutidan 10 adamningki bu kasal bilan yuqumlanganligi aniqlangandan keyin butun dunyo miqyosida alayda g'ulg'ula qo'zg'ab, nurg'un davlatlar texmi qattiq tadbirlarni elishga boshlabdi. Amerika, Angliya, Yapon qatorliq nurg'un davlatlar o'zlariningki garajdonlarni Xitoydan yo'tkab chiqibdi. Anandan keyin nurg'un davlatlar aeroplanlarini to'xtatibdi. Bularning ichida hamda Hong Kongmi Xitoy bilan tutishadigan chegaralarningki mutlaq ko'p qismini taqab, faqatla ikkini qo'ygankan, ikkini ochiq qo'yib, anandan keyin Xitoydan kelgan butun yo'lovchilarni 14 kun ayrim tutadiganligini degankan, yana nurg'un o'tkichlar buningga qarshi turib, cho'qim hammani taqib o'tish kerak degandek takliflarni beribdi. Chunki bu Xitoyda kasal ko'rish ehtimol fursati bo'lmagan yoki bo'lmasa kasal ko'rish uchun bak saqlab ketganlarning ko'plari Hong Kongga berib kasal ko'rinib, Hong Kongdagi doktor sestralarning xizmat nimasini alayda oshirib o'tganligi uchun Hong Kongda 7 ming atrofida sestra va ba'zi doktorlar ish tashlab uningga norozilik bildirgan o'xshaydi. Bu hozir hamda mayli Xitoy bo'lsin, Xitoy ichida bo'lsin, mayli Xitoy atrofidagi rayon va davlatlar bo'lsin, ig'ir bir jiddiychilikda hammamizniki xabar olgandagidek 2 oyningki 3 kunisidan boshlab nemida Amerikada Xitoydan keladigan aeroplanlarni cheklama qo'yib, ko'p aeroplanni amaldan qoldirib o'tgandan boshqa shu Xitoydan kelgan yo'lovchilarni 14 kun
ayrim tutush qarorini olgan, u ijro qilingandan keyin mana dushanbadan tortib bugungacha 2 kun ichida Amerikadagi yuqumlanganlarning sonida bir o'zgarish bo'lgani yo'q, yana 11. Endi buningki rost unum bermadimi deganga yana bir mezgil kuzatish kerak. Agar 1-2 hafta ichida Amerikada yuqumlanganlarning soni o'zgarmasa, bu tadbirniki unumli ekanligini bildirdi. Endi bu xalqaro vaziyatda hozir asosliqi mushu yo'lovchilarni cheklash, anandan keyin Xitoyga berib kelganlarning hammasini 2 hafta ayrim tutish degandek tadbirlarni olgandan boshqa, anandan keyin mushu asosliqi Xitoydan uchib chiqadigan aeroplanlarniki mutlaq ko'p qismini amaldan qoldirib o'tyapti. Hozir bundoq jetgan vaqtida manbasi asosan to'silab ketdi. Biroq allaburun chet elga chiqib bo'lgan, ya'ni Wuhan o'pganligi bilan Xitoy ichida yo'qish ehtimoli bo'lgan bu kishilarniki dunyoning hamma yeriga tarqalg'igi sababidan ham uning ustiga bu kasal bu kishilarniki hech qanday alomati yo'q vaqtidami boshqalarga taqitish ehtimoli bo'lganlik sababidan ular butun bayqilib ayrim tutish, ya'ni kontrol qilish doirasiga ip bo'lguncha ular bilan uchrashganlarning yo'qish ehtimoli bor. Shu sababdan garchi Xitoydan keladigan manba uzilgan bo'lsa-mu, lekin shu dastlabda Xitoydan chiqqan odamlarningki rasmiy bir kasal ifodalar chiqib, ularni ayrim tutish yoki davolash bosqichiga berib bo'lg'uchilik boshqalarga yuqtirgan bo'lsa, ularga yana kasal alomatlari chiqish uchun yana 1-2 hafta ketadigan gap, ularmi bu jarayonni boshqalarga yuqtiradigan gap. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida bu kasallikning yuqish ahvoli da taxminan bir adam 4 adamga yuqadiganligi, anandan keyin 4 adamniki 16 adamga yuqadiganligi, 16 adamning 64 adamga yuqadiganligi, bu kasallikni shu taraqqiyda ko'paydiganligi qayd qilinmoqda. Endi yana vatanning ahvoliga qaytib kelsak, Xitoy dastlabda 1 oyninki 23-23-silargacha 2 kasallikni aniqlanganligini degan. Mana hozir qadar bu kasal 16tasi o'sabdi, 32 ga yetibdi. Biroq masala hozir nurg'un kasallarniki bu nimasi diagnozi aniq vaqtida aniq qo'yilmaganligi uchun va yoki ularning bir qismlariniki kasal alomatlari vaqtida chiqmaganligi uchun ularniki, ya'ni texmi jiq odamlarga yuqtirish ehtimoli va hammamiz bilamiz, Wuhan shahrini taqashdan burun taxminan 5 million odam Wuhan shahridan ayrilgan ekan. Bularniki qanchasi bizning vatanga bordi, ular vatanga borgandan keyin yana qancha odamga tarqatdi, bu bizga noma'lum. Lekin bu kasallikni tarqalish nisbati men yuqori deb o'tgandek 4dan 16, 16dan 64 ashunda 4 hasidan yuqqan bo'lganlik uchun buningki yuqish darajasini alayda ig'ir deb qaralyotdi. Undan boshqa bu kasallikni kontrol qilish qiyinlashishiga ergishib, insonlarda bu kasalning manbasi to'g'risida har xil qarashlar bor. Ba'zilar bu virus shu Wuhandagi tajribaxonadan yiqib chiqib ketgan bo'lishi mumkin deb qarasa, ya'ni ba'zilar bu virus shaparang yoki boshqa hayvonlarningki tarkibida tabiiy bo'ladigan virus bo'lmasdan, balki sun'iy holda biriktirilgan virus deb qaralyotdi. Bu to'g'risida ham har xil ilmiy tadqiqotlar uzluksiz elib berilyotdi. Yaqin kelgusida balkim bu virus to'g'risida biz texnik ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Vaqti kelgan vaqtida men do'stlar bilan bu jihatda o'rtoqlashaman. Bugun mushaga so'zlab turay. Anglag'anlarga rahmat, xo'sh.